qarayapsan? Sen ham mashg'ulotlarga qiziqasanmi? Ular sen qo'shilishingga ruxsat berishmaydi. Menga qiziq emas. Agar baholarim ko'tarilmasa, yarim kun ishlashimga to'g'ri keladi. Sening oying juda dono ayol. U qizni qanday qo'llab-quvvatlashni biladi va mehnatni qadriga o'rgatadi. Ha, sen jim bo'l. Qanday go'zal manzara. Menga nima bo'lyapti? Men o'z biznesim haqida qayg'urishim kerak. Suv. Nega jahlimni chiqaryapsan? Borib suvingni ich. Nima qilyapsan? Men uxlashga tayyorlanyapman. Uyga qaytdingmi? Ha. Yaxshi, ovqatlandingmi? Ha. Hech qanday smaylardan foydalanmaysanmi? Ular menga yoqmaydi. Tushunarli. Xabar yozish qiyin bo'lsa kerak. Uxlaganing yaxshi. U men bilan hazillashyaptimi? Hammaning oldida soyabon berdi. Hozir esa faqat ha. Hech nima yozmaganim yaxshi. Sen transport kartasiga o'xshaysan. Nima haqida gapiryapsan? Sen har doim yuragimni tekshirasan. Keyingi safar o'yin o'ynashga nima deysan? Men to'p ushlashni yaxshi bilmayman. Lekin bir urinishda yuragimni qanday tutib olding? Voy xudoyim, u bularning barchasini qayerdan o'rgangan? U juda yoqimtoy. Qizlarning yuragini portlatib yuboradigan matillar. Bu juda qimmat, shuning uchun ehtiyot bo'l, Hogohi. Agar qimmat bo'lsa, nega o'zing ishlab turmaysan? Hoy, buni qara. Bu o'sha qiz emasmi? To'g'ri, bu o'sha. Aql bovar qilmaydi. U maktabda 1-guruhda o'qiydi. U qanday qilib maktabga kelishi mumkin? Bu rostdan ham umikin? Ishonish qiyin. Rostdan ham uning rasmimi? Nima deb o'ylaysan? Menimcha u emas. Hoy, Gohi, bu yerga kel tez. Buni qara. Bu nima yana? Ko'rib turibsan-ku. Menimcha sen buni juda yaxshi taniysan. Bu Yugayun.
Shu kunlarda dadang haqida hammadan nima gapiryapti? To'g'ri. Xalqaro fan yarmarkasida SEO vakili sifatida qatnashasanmi? Bunga tayyormisan? Ha, hozirgina taqdimot nutqini yozib tugatdim. Mamlakatning turli burchaklaridan VIP qatnashuvchilar keladi. Sen juda mashhur bo'lishga tayyormisan? Qo'ysangchi. Yura, men mashg'ulot haqida onamdan so'radim. Bizda birinchi guruh talabalari uchun joy yo'q. Men ishtahamni yo'qotdim. Xayr. Menga nima bo'ldi o'zi? Bu meni bezovta qilyapti. Bu sensan, to'g'rimi? Yaqinroq kel. Bu sensan. Shundaymi? Men nima deyishni ham bilmayapman. Nega hammasini olib tashlay qolmading? Sen bizning guruhimizga qo'shilishga noloyiqsan. Men uning ko'z oldimda qilgan harakatlariga butunlay ishonibman. Sen bizni ahmoq deb o'yladingmi? Ahmoq sensan. Voy, kiyimlaringga to'kilib ketdi. Ularni yechib ol. Bo'la qol. Bu men emas. Men emas rasmdagi. Bu rostdan ham Gailmi? Bu rasmni joylashtirgan yigit kim? Nega unga qayg'uryapsan? Yoki unga hamdard bo'lmoqchimisan? Bu yerda qoldirish g'alati bo'lardi. Undan hatto do'stlar ham voz kechdi. Nega sen bunday qilyapsan? Uning uyini bilasanmi? Ha, men u yerga ancha oldin borib turardim. Bugun guruhimizga yangi talaba ko'chib keldi. Salom, men Yugayon. Bu yerga Ganglamdan ko'chib keldim. Guhi yonidagi o'rindiq bo'sh. U yerga borib o'tirishing mumkin. Endi darsni boshlaymiz. Sen menikidan foydalanishing mumkin. Rahmat. Voy, senda juda chiroyli narsalar ko'p ekan. Ular faqat Gangnamda sotiladimi? Dadam shtatlarda ishlaydi. Ularni menga yuborgan. Ajoyib. Sendan Amerika hid keladi o'zi. Oyoq kiyimlaring ham juda ajoyib. Ularni ham menga dadam yuborgan. Dadangning didi zo'r ekan.